Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, qadrdonlar, akalar, ukalar, opa-singillar. Mana hozir biz qabristonga keldik. O'tganlarni ziyorat qilgani. Kimidir onasi, kimidir otasi shatda yotibdi. Hammalaringdan o'tganlarini Alloh joylarini jannatda qilsin. Qolganlaringni ota-onalaringni umri uzoq bo'lsin. Sizlar baxtlaringiz sog' bo'lsin. Hozir mana shu yerda Hoji bobo bilan birga kelib ziyorat qilaylik deb ziyoratga keldik. Do'stim bedor tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga yetborligida otang g'animatdur, onang g'animat. Do'stim bedor tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga yetborligida otang g'animatdur, onang g'animat. Ota-onang, opa-singling doim silab turar boshing, ayamagin shirin so'zing. Otang g'animatdur, onang g'animat. Otang g'animatdur, onang g'animat. Jigarlaring parvonadur. Ota-onang ketsa agar, ular senga begonadur. Ular senga G'aming bo'lmas otang bo'lsa, kaming bo'lmas onang bo'lsa, ketsa topolmaysan izlab. Otang g'animatdur, onang g'animat. Otang g'animatdur, onang g'animat. Do'stim bedor tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga yetborligida otang g'animatdur,